Assalomu alaykum do'stlar, bilamisiz, hozir O'zbekistonda uy-joy sotib olish uchun davlat tomonidan subsidiya beriladi. Ko'pchilik bu imkoniyatni bilmaydi yoki qanday olishni tushunmaydi. Bugungi videoda sizlarga subsidiya nima, kimlarga beriladi va qanday qilib uy olish mumkin, hammasini oddiy qilib tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim ma'lumotlar oxirida. Subsidiya nima? Subsidiya bu davlat tomonidan uy-joy sotib olish uchun beriladigan moliyaviy yordam. Ya'ni siz kredit asosida uy olasiz, davlat esa boshlang'ich to'lovning bir qismini yoki kredit foizlarining bir qismini qoplab beradi. Bu orqali uy olish ancha osonlashadi. Kimlar subsidiya olishi mumkin? Odatda subsidiya uy-joyga muhtoj fuqarolarga, yosh oilalarga, kam daromadli oilalarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga beriladi. Eng muhimi rasmiy daromad bo'lishi va kredit to'lash imkoniyati bo'lishi kerak. Qanday murojaat qilinadi? Subsidiya olish uchun mygov.uz saytga kiriladi, subsidiya bo'limi tanlanadi, ariza topshiriladi. Daromad va uy-joy sharoiti o'rganiladi. Tasdiqlansa, subsidiya ajratiladi. Shundan keyin bank orqali ipoteka krediti olib, uy sotib olish mumkin. Eng muhim maslahat, ko'pchilik ariza topshiradi, lekin hujjatlarni to'liq tayyorlamaydi yoki muddatni o'tkazib yuboradi. Shuning uchun ariza ochilgan vaqtda kuzatib boring. Hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Daromadingizni rasmiylashtiring. Shunda imkoniyat yuqori bo'ladi. Agar siz ham uy-joy olish rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Video foydali bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana foydali ma'lumotlarni berib boramiz.